Значит, aynan o'sha vaqtda Evrika bo'lganda, Evrikada baqirgansiz, o'zim davaychi ishxona qilaman, qadriyatlari to'g'ri bo'ladi. Ishxona qilamangacha hali bor. Aha. Gapingni bo'ldim. Birinchi bo'lib menda ishxona ochish haqida umuman tasavvuram bo'lmagan, ideologiyam bo'lmagan. Nimaga? O'sha 2022-yil dekabr 20-sidan to 30-dekabrgacha men 10 ta konteyner yuk olganman. Hech qanaqa brendsiz, kompaniyasiz, jamoasiz, hech qanaqa firmasiz. Bir o'zim, eng qizig'i mijozlarimizdan ichida oyiga 100 talab konteyner olib keladigan katta kompaniyalar ham bo'lgan, yoki bo'lmasam 4-5 yildan beri logistika sohasida o'zim logistika kompaniyasi bo'lgan, logist odamlar ham bo'lgan. Shunaqa darajada o'zimga ishonchim bo'lgan va bu protsesslarni o'zim qurganim uchun har bitta marshrutdagi tipochkalarni, ya'ni har bitta zanjirdagi bo'lgan tochkalarni kontrol qilib, sifatini oshirganim uchun ularga prezentatsiyada, ya'ni o'zimni yo'limni tushuntirib berayotganimda vaqtlari, deadline va narxini zo'r qilib berganman va hech qanaqa jamoasiz, brendsiz 10 ta zakaz yuk olganman. Eng qizig'i marketingsiz. O'sha vaqtda marketing ham ancha bo'lmagan. Bozorning o'zi talab ko'pligidan faqat juda ko'p bo'lgan. Taklif kutishgan. Zo'r. 10 ta konteyner menimcha zo'r. Hech qanaqa brendsiz, hech qanaqa reklamasiz, komandasiz. Mas'uliyat qanaqa bo'lgan uni? Bu narsa aytaman, yana bitta dars deb aytaman senga. Har bitta hayotimda bo'lgan voqealikni men hamma narsa Allohdan, men o'zim uchun dars, o'zim uchun bitta bilim, o'zim uchun bitta yangilik deb qabul qilaman. 10 ta konteynerni olganimdan keyin u paytda karantin payti konteynerlar Xitoy chegarasidan tasavvur qilishing mumkin. Ikkita davlat, Xitoy bilan Qirg'iziston chegarasi, bitta devor, mashinalar bir-biriga o'ta olmagan, karantinli vaqt, Xitoydan mashina kirmagan ham, chiqmagan ham. Faqat kranlar orqali devordan devorga konteynerlarni periket qilishgan. Furlar ham bo'lmagan. Konteynerlarni yuki bilan birgalikda kranda ikkita davlat o'rtasida periketga qilishgan va men xuddi yana o'sha strafovkamni olganman, hamma kelishuvlarni qilganman va shu kelishuvlarga qaramasdan, ya'ni siyosiy bitta, ya'ni qanaqa bo'lgan, Xitoy davlati karantinni ochib yuborgan. Mashina o'tmayotgan davlatdan mashinalar o'tishi boshlagan. Bu o'tish boshlaganidan keyin yo'lda potok ko'p bo'lgani uchun hali dokumentlar yangi hujjatlar qilinish kerak bo'lib qolgan, yangicha protseduralar bo'lgan va bu yo'lda ko'p tirbandliklarga olib kelgan. Bu tirbandliklar yo'lkirani men hisoblaganimdan yana oshirib olishga bitta zamin bo'lgan va birinchi 10 ta konteynerimda har bittasidan примерно o'rtacha $700 dan $800 zarar ko'rganman. Va bu zararni ham yana o'sha qanaqadir oqlash kerak bo'lgan, men uchun bitta katta stress bo'lgan. Yaxshi hamki o'sha o'zimni chestnostim bilan, to'g'riligim bilan odamlarga yolg'on gapirmasdan nima qilganman? Foydam bo'lgan. Absolutno qo'ygan foydamni berganman va meni yo'ldagi sheriklarim qolgan zararni qoplab berishgan. Nima uchun qoplab berishgan? Chunki meni qanaqa odamligimni bilishgan, men ertaga boshqa odamga o'tib ketmasligimni, men ular bilan zo'r hamkor bo'lishimni, meni kelajagimga ishongani uchun ular o'sha vaziyatda hamma 3 ta tomon azgina Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston tomonidan 3 ga bo'lib rasxodlarni teng qilib, har 10 ta konteynerda o'z vaqtida mijozlarimizga qimmat bo'lishiga qaramasdan, o'zimizning qadriyatlarni ushlab qolgan holda vaqtida olib kelib berganmiz, 3 zo'rg'a yopganman. Va o'sha vaziyatdagina menda bitta katta biznes yaratish kerak. Ya'ni qanaqa bo'lgan? Men yaxshi logist bo'lganman, yaxshi sotuvchi bo'lganman, Xitoy tilini bilganman. Lekin biznes haqida umuman tushuncham bo'lmagan, lekin bitta narsani tushunganman, menga jamoa kerak. Zo'r jamoa kerakki, xuddi shunaqa vaziyatda boshqa qanaqadir qimmat mas'uliyatni bo'lisha oladigan, bu umumiy stressni faqat o'zim ko'tarishim kerak emas, menda oldimda sherik bo'lish kerak. Birinchidan sherik va ikkinchidan men hech qanday ishga kirishga xohlamaganman. O'ylaymanki, xitoyliklarni umumiy qadriyatini bilganim uchun, любой bunaqa vaziyatda hech qaysi kompaniya zarariga ishlamasligini men tan berganman. O'shaning uchun nima deganman, menda o'zimga jamoam bo'lish kerak, kelishuvlar o'zimizaniki, yo'limiz o'zimizaniki, bizni sifat darajasini oshish uchun bu narsani qilishimiz kerak degan maqsadda, ya'ni logist qachon eng zo'r logist bo'ladi? Aytganini qilgan paytida. Aytganimni qachon qila olardimki, menda zo'r jamoa bo'lsa. Jamoam bo'lsagina men aytganimni qilib jamoa ishlab beradi. Agar men kimgadir ishchi bo'lsam yoki nimadir bo'lsam, o'zim xohlagan uslugani, o'zim qo'ygan xizmatni, o'zimning sifatimni ushlab tura olmasdim. O'shaning uchun aytaman, logist bo'lmoqchi bo'lgan odamlar qaysi logistika kompaniyasini tanlash kerak deganida, narxi arzon emas,
yoki qanaqadir katta brend emas. Eng qizig'i tezligiga javob beradigan, va'dalarini ustida turadigan, mijozni qanchalik qimmat, qadr-qimmatini biladigan, mijozni bitta zakazi zararga bo'lsa ham keyingisiga umidi bor. O'zini qadriyatiga ega bitta kompaniyaga ishga kirishini yoki o'sha kompaniyadan qanaqadir bilim olishini tavsiya qilardim. Chunki ming zo'r logist bo'lsa ham yomon ishxonada ishlasa yoki uni tushunmaydigan, mijozi qadriga yetmaydigan ishxonada yoki bo'lmasam hamma narsa narxlarga tayangan, asoslangan arzon yo'lda bu narsaga erishish qiyin. Chunki mijoz arzon narxga rozi bo'lgan paytida u narxini ko'radi, qolgan minuslarni ko'rmaydi. Lekin ish vaqtida o'sha 200-300 dollar qimmat logistda dan ancha zarar qilayotganini tushunib yetadi. Chunki u yerda bekitilgan narxlar bo'ladi, bekitilgan rasxodlar bo'ladi, bekitilgan savollar ko'p bo'ladi. Va oxir-oqibat mijozga bu qimmat tushadi. Demak, Safi slogani ham o'zidan o'zi kelib chiqmagan, hamma narsa o'z vaqtida. Bekorga mana shu shiorni tanlab olmagan ekansiz. Tak, значит, o'zingizni qadriyatlaringizdan kelib chiqib, o'zingiz ishongan insonlar bilan kompaniyaga asos soldingiz. Bu zo'r qarang, mana shu sohaga kirganingizdagi bozor holati bilan hozirgi holati qanchalik farqi bor? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Nima qiyinchiliklari bor? Bozorga kimlar kirib keldi? Mijozlar qanaqa o'zgardi? Oldin nima talab qilardi, hozir nima talab qilishyapti? Tak, bozor bizga kirgan paytimizda juda ham bo'sh bo'lgan. Aytganimdek, karantindan keyin bu narsa endi rivojlangan bo'lgan. Hali ob'yomlar kam, hali odamlar tushunmayotgan, logistika kam bo'lgan vaziyat bo'lgan. Hozir nima ko'p, logist ko'p. Nima ko'p, arzon narx ko'p. Lekin mijozlar ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Xitoyliklar luboy sohada bor. Logistikada xitoyliklar o'sha men ishga kirgan paytimdan beri bor deb o'ylayman. Ya'ni bizni bozorimiz o'zi xitoyliklardan boshlangan, arzon narxdan boshlangan. Lekin hozir mana boshqa tadbirkorlar ham xitoyliklar bozoriga kirib kelyapti, narxlarni demping qilishyapti, narxlarni tushirib tashlashyapti, marja kamayib ketyapti va bu marja kamayganida bizning tadbirkorlar ko'proq marketing yoki boshqa tomoniga qaramayapti. Imminni yukka olib kelish uchun mana import bilan shug'ullanayotganda hamma protsesslarda ekonomiyaga, ya'ni optimizatsiyada ekonomiya dengiga o'tishyapti. Lekin bu narsa ham yordam bermayapti, chunki xitoyliklar undan ham kamroqga ishlayapti. Undan ham kamroqga ishlayapti. Biz xitoyliklar bilan ishlaganimiz uchun, o'zim xitoylikdan chiqqanim uchun bilaman, narx birinchi o'rinda emas. O'shaning uchun aytamanki, o'zini qadriga yetadigan odamlar baribir yaxshi servis tanlaydi. Sizda masalan 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, siz eng yomon odamga soch oldirmaysiz-da. Oddiy sartaroshni olsangiz, eng yomon sartaroshga 100 minglik sartaroshga hech kim bormaydi. Hamma 250 mingligi, 300 minglik sartaroshga boradi. Nimaga? Puli bor, o'ziga yaxshi kачество, yaxshi uslubga, komfortda tanlay oladi. Aytmoqchi bo'lganim, bu degani tadbirkorlar ham xuddi shunaqa. Qaysidir tadbirkor uchun sifat muhim, pul muhim emas, chunki u tadbirkor biladiki, uni har bir kuni u uchun zararga ishlashi mumkin. Foydaga emas. Biza u uchun ekonomik qilib berayotgan, ya'ni u uchun optimizatsiya qilib bergan har bir kunimiz u uchun plusga ishlashi mumkin, minusga emas. Shuni tushunadigan tadbirkorlar uchun zo'r deb o'ylayman. Endi logist bo'lish bitta oson kasb deb o'ylash mumkin, lekin men yo'limda bosib o'tgan har bitta protsess, har bitta senga aytgan sinov yoki dars yoki bitta men uchun bo'lgan bitta katta ko'nikma tajriba, bu meni hozirgi kunda yaxshi logist bo'lishim uchun yoki boshqa logistikaga qaraganda kuchliroq bilimga ega bo'lishim uchun bitta zamin bo'lgan deb aytsam bo'ladi. Maktabni bitirgan odam, 17 yoshli bola, mendagi yoki o'zini sohasida o'sha logistika sohasida professional darajaga erishish uchun juda ko'p ko'nikmalar kerak. Aytganimdek, bu ko'nikmalarga erishish uchun odam harakat qilish kerak. Masalan, menda ham juda ham ko'p shogirdlarim bor. Biz kerak bo'lsa tekin bepulga ham dars o'tganmiz. Juda ham ko'p testlar qilganmiz va o'sha testlar ichida eng ko'p anaqasi, ya'ni ustozimiz Alisher Saifdan ham o'tgan safar risk ham olib chiqdik. Qanaqa shogird zo'r bo'ladi? Birinchi talanti bori, ikkinchi harakati ko'pi. O'ylaymanki, juda ko'p harakat qilish kerak yoki talant bo'lish kerakki, juda ko'p harakat, juda ko'p vaqt, mehnat, mashaqqatdan keyin xudo xolisa har bitta odamni o'xshaydi. Qiyin emas. Hozirgi logistika bozori shunaqaki, logistlar juda ham ko'p, lekin ichida ajralib turadigan logistlar kam. Ya'ni bu narsa hammada odatiy holatga o'tib qolgan, hamma logistika ochgan, lekin ichida professional logistlar juda kam. Masalan, o'zimga telefon bo'ladi yoki o'zimni sotuvchilarimdan olsak, telefon bo'ladi. Men ikkita savol berganimda logist menga javob bera olmaydi.
Nimaga? Chunki u logistda umumiy tushuncha balki bordir, lekin detalni har bitta protsess, har bitta zanjiri ichida qanaqa muammolar bo'lishi mumkin, qanaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin, qaysi vaziyatda qanaqa javob topish degan narsa juda kam. Tak, значит, boy zo'r temani ochdingiz. Narx bilan xitoyliklarda nima desam, raqobat qilib bo'lmaydi. Chunki ular vaqt kelsa 3 yil ham eng arzon narxda bozorni ulush uchun ishlayoladi, yura oladi, lekin hech qaysi menimcha O'zbekistondagi kompaniya 3 yil prosta bozorni ulushini ushlab turish uchun prosta tak ishlay olmaydi. Zo'r mash case bo'ldi. Yana bitta narsani tushundim. Safi узкий nishasini ham siz bekordan bekor tanlamagan ekansiz. Zo'r. Qarang aka, bundan oldin aytdingiz, o'zimizning sohada ham kadrlar yetishmovchiligi bor deb. Bilaman men sizni bepul kurslaringiz ham bor, pulli kurslaringiz ham bor. Bitta savol, 11 sinf yoki bo'lmasam hali o'zini yo'nalishini topa olmayotgan odam logistikaga kirib qanchada yaxshi mutaxassis bo'la oladi, qancha pul topa oladi? Men o'zim kiraman logistikaga deylik, men qancha o'qiganimdan keyin birinchi daromadimni topishni boshlasam bo'ladi. Men hozirgacha bo'lgan vaziyatimda 150 dan ortiq shogirdlarni logistikaga o'rgatdim va 150 ta shogirddan qo'pol qilib aytganda haqiqat, ya'ni kontentga emas, boshqa narsaga emas, 10 ta shogirdim muvaffaqiyatga erishgan. Ya'ni odamga qancha men logistikani tushuntirmasam, lekin boyga senga aytgan yo'lim men uchun bitta turtki bo'lgan, men uchun bitta bilim bo'lgan, men uchun bitta tajriba bo'lgan. Ya'ni logist bo'lishim uchun menda tasavvurim bo'lgan, qanaqa yuklar kelyapti, qanaqa sotuv bor, qanaqa yuklar вообще ortiladi, qanaqa xitoyliklarniki bo'lgan. Lekin hozirgi bizani juda ham ko'p sohalarda o'sha logistlarni bilaman, ular standartni o'ylaydi va mijozlar bunaqa standartnida hech qanaqa reaksiya qilmaydi. Nimaga? Men aytgan o'sha 150 dan ortiq shogirdimdan 10 tasi muvaffaqiyatga erishgan, lekin ularning hayotda o'ziga yarasha talantlari bo'lgan, o'ziga yarasha qobiliyatlari bo'lgan, o'ziga yarasha juda ko'p harakati bo'lgan. O'ziga qo'ygan maqsadda erishmaguncha uxlamagan, taslim bo'lmagan. Mana shu naviklar bo'lsagina, Xudo xolasa bizga kelsa, zo'r bilim o'rgatsak, ishonch bo'lsa, maqsadini erishish uchun bitta irodasi kuchli bo'lgan bolalar hammasi yutuqqa erisha oladi. Bizani bozorda ham kuchli logistlar juda kam. Men o'zim kundalik ravishda juda ham ko'p logistlar bilan gaplashaman, lekin juda ham bundan qiynalayotgan tadbirkorlarga uchrataman. Nimaga? Har bitta muammo 2 marta qaytariladi. Bitta logist bilan gaplashguncha tadbirkorlar ham logist bo'lib ketyapti. Nimaga aytadi? Ko'pchilik tadbirkorlar qiladi. Har bitta vaziyatda yangi mijozlarimizni telefon qilib, har bitta vaziyatdan savol javob qiladi. Отчет so'raydi. Ularga beraman savol, nimaga uchun mendan shuncha savol so'rayapsiz? Siz tadbirkor bo'lsangiz, siz o'zingiz ishingiz bo'lsa, nima qilasiz? Bizani logistikaga aralashib. Aytayapti, men agar har bir soatda, har bir kunda 2 marta hol so'ramasam, tezlashtirmasam, savol so'ramasam, meni yukim tez kelmaydi deydi. Men aytaman, siz do'man o'zingiz o'ylang, do'man buxgalterda bilan, mana buxgalteringiz bor, lekin buxgalterdan har kuni uni ishini tushuntirib bersangiz, uni ishini tezlashtirsangiz, savol bersangiz, qanchalik u buxgalter sizga kerak. Ya'ni logistika ham xuddi shu narsa. Mijoz uchun bu juda muhim bo'lgani uchun mijoz u narsaga aralashadiki, yuk tezroq kelishi uchun hamma o'zini ishlarini tashab qo'yib, o'zini komandasini, o'zini oliy maqsadini, o'zini strategiyasini tashab qo'yib, logist bo'lishga kirishib ketishyapti, yukini tez olib kelish uchun. Lekin vaholanki bu logistlarning ishi va men sizga aytgan tajribaga ega, talanti bor, o'zini ustida ishlaydigan, mijozi qadriga yetadigan, juda ham ko'p bilimi bor. Logistika sohasini baland yoki pastlarni hisobga ola oladigan logist bo'lish uchun vaqt hammasi o'zimizda. Zo'r. Qarang, hayotingizda juda ham yaxshi kvantum skachok bo'lganda, siz tarjimon bo'lib ishlagansiz, telekomda ishlagansiz, yana boshqa ishlarda ishladingiz, o'rtacha $1000 oylikda, to'g'rimi? Bitta logistikaga o'tyapsiz, o'zingiz ham aytdingiz, o'rtacha 15 ming, 20 ming dollar oyiga. Nimalarga tayyor bo'lish kerak odam? Nimalarga konkretno mana ko'p ishlash, mehnatkashlik, tagdali bu narsalarni tushundik. Undan tashqari nimalarga tayyor bo'lish kerak? Birinchi o'rinda o'z ustida ishlash kerak. Men bu muvaffaqiyatga chiqish uchun aytganimdek, har bitta hayotimda bo'layotgan vaziyatdan ham o'rgandim, plus o'zimga vaziyatlar yaratdim. Odam faqat yo'ldan chiqqan muammodan dars olish kerak emas. O'zi o'sha kerak bo'lsa muammoni yaratish kerak yoki o'sha darsni o'zi qidirib topish kerak. Odam o'zini ustida ishlash kerak. Masalan, men har doim o'zim ustida ishlayman. Ya'ni meni mijozlarim tadbirkor bo'lgandan keyin men har doim tadbirkorlar bilan birga bir o'tirib yoki tadbirkorlarning orasidaman. Masalan,
oxirgi bu yildagi maqsadlarimdan bittasi edi Milliard klubiga qo'shilish. Ustozimiz Alisher Isayev bilan birga yonma-yon turib, men logistman, lekin biznesmen bo'lishga bitta qadamdaman. 3 yildan beri biznes boshqaruvdaman, lekin ko'p ham nima deydi, ko'p xatolarim bo'lgan. Ya'ni menda hozir yana ikkinchi kasb paydo bo'lyapti. O'sha biznesmen bo'lishga harakat qilyapmiz va bu maqsadda yana logistikadan keyinga ulanib ketyapti. Men logist bo'lib tadbirkorlar bilan birga o'sishim kerak. Nimaga? Tadbirkorlarimiz qanchalik rivojlansa, qanchalik o'ssa, ekonomikamiz qanaqa o'ssagina iqtisodiyotimiz biz ham o'samiz. Chunki biz tadbirkorlarga bitta tezkor olib kelib beradigan, tadbirkorlarning ishini yengillashtiradigan, tadbirkorlarga bitta yordamchi sifatida qilamiz. Qarayman, partnyor sifatida, ya'ni tadbirkorni zo'r qilish logistni. Xuddi nima desa bo'ladi? Yaxshi logisti bor tadbirkorlar rivojlanishi tezroq bo'ladi. Shuning uchun aytaman, meni yo'limda o'sish juda muhim va logistika sohasiga kirayotgan har bitta bola ham o'sishga tayyor bo'lishi kerak. Buni oxiri yo'q. Buni faqat o'rganish kerak. Oxir oqibat o'sha logist bo'lgan odam ham tadbirkorlar bilan yurib tadbirkor bo'lib ketish ehtimoli juda katta. Ya'ni bu yerda har doim bitta kassada turib, har doim bitta tochkada turib, bitta ishni qiladigan odam emas. Uje tadbirkorcha o'ylaydigan, katta dunyoqarashga ega, qaysi tovarni nech pulga olib, nech pulga sotishni hisoblay oladigan, umumiy biznes strukturasini o'rgana oladigan, juda ham ko'p ish qila oladigan odamga aylanish mumkin, agar o'sha odam o'zida qiziqish bo'lsa, maqsadi bo'lsa, harakati bo'lsa. Qarang, logistika haqida gaplashyapmiz и любой sohaga yeng kirish haqida gaplashayotgan ekanmiz. O'sha sohani qanchalik kelajagi borligi juda ham muhim. 1 yildan keyin yo'q qolmaydi. Yoki bo'lmasa 2 yildan keyin tendensiyalar alishib, talab yo'qolib, yo'q bo'lib ketmaydi bu kasb degan. Logistika ham qanaqadir vaqtga kelib monopoliya bo'lib yoki bo'lmasa qanaqadir qonun-qoidalarda o'zgarish bo'lib, yo'q bo'lib ketmaydimi? Qanchalik kelajagi bor? Logistikani rivojlantirish bo'yicha juda ham ko'p tadqiqotlar bo'ladi. Logistika bizani aytganimdek, Ipak yo'lidan boshlangan, hozirgacha davom etib kelyapti va o'ylaymanki, imенно xalqaro logistika bu yo'lga rivojlanadiki, past bo'lmaydi. Nimaga aytaman? Xitoy hozirgi paytda butun dunyoda eksport qilish bo'yicha, yuk chiqarish bo'yicha chempion. Birinchi o'rinda va faqat oshyapti. Ikkinchidan, butun Yevropa davlatlari, vaholanki Afrika bo'lsin, hamma yoqda xitoyliklar va hozirgi paytda hammasi iqtisodiy, ya'ni siyosiy tomonlama ham, iqtisodiy tomonlama ham hammasi Xitoy qo'lida. Nima deydi? Xitoy bu yo'lga rivojlanadiki pasaymaydi. Ekonomikasi oshsaki oshmaydi. Bizda masalan yaqinda maktablarda ham Xitoy tilini o'rgatadigan gaplar bor. Uje xitoyliklar butun dunyoda o'zini joyini, o'zini iqtisodiyotda o'zini bitta disiplinasi bilan, o'zini strategiyasi bilan kirib kelyapti. O'ylaymanki, masalan, mana avtomobil bozorini olib qarasak ham 5 yil oldin Xitoy mashinasida chiqishga mensimagan, hozir hammaning orzusida Xitoy mashinasi. Imенно tovarlar deganda ham Xitoydan olib kiradigan tovarlar oldin Xitoyga bo'lsa hech kim olmagan 5 yil oldin, hozir Xitoy ketsa hamma tayyor. Sotuvchilar ham bu Xitoyga degan tendensiya bilan, ideologiya bilan tovarlarni sotishni boshlashdi. Nimaga aytaman? Xitoy tovarlari 2 barobar Yevropanikidan arzonroq, sifati o'sha bo'lsa-ki o'sha, lekin 1 gram ham past emas. Xitoy ham uje eng sifatli narsani chiqarishni boshlagan. Xitoy ham aytgan gapida turishni boshlagan. Shuning uchun xudo xolasa nima deyman, logistikaga Xitoy O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha logist bo'laman degan bolalarga bu soha faqat rivojlanyapti va bu yerda faqat kuchlilar qoladi. Aytganimdek, eng zo'r logist bo'lgan odamni xudo xolasa har doim egasi bo'ladi. Va hozir mana искусственный intellektlar chiqyapti. Hamma proseslarni optimizatsiya qilib beradi, gaplashadi. Biz ham hozir искусственный intellekt bilan ishlayapmiz, o'rganyapmiz, tadqiqotlar qilyapmiz. Xudo xolasa mana ham o'sha logist sifatida shu O'zbekiston logistikasini qanaqadir yengillashtiradigan, qanaqadir kuchli qiladigan o'sha искусственный intellekt orqali bitta xudo xolasa zo'r tadqiqotlar qilyapman. Yengillik bo'lishi bilan обязательно uni ham ko'rsatamiz. Va o'ylaymanki, искусственный intellekt logistika sohasida butun zanjirni zo'r kontrol qiladigan bo'ladi, chunki hozirgi paytda imенно shundan hamma qiynaladi. Nimaga yukli kechikadi? Chunki joyda o'zgarishlar yo'q, joyida signallar yo'q. Shuning uchun hammada kechikadi.
Bizni o'zimni taniganimda qanaqa odam ekanman, o'zi kim ekanman degan savol berganimda, men shu zanjirlarni vaqtida zo'r kontrol qiladigan, o'sha komandani ruhlantiradigan, o'sha tochkadagi odamlarni qiladigan, ya'ni vaqtida to'g'ri motivatsiya berib, to'g'ri ishimni bitiradigan odam ekanman. O'shaning uchun meni yuklarim vaqtida kelar ekan. Bizni men o'zim aytaman, umumiy statistikam bo'yicha hozirgi kungacha 500 dan ko'p ortiq konteyner yuk olib kelganman. Va kechikkan bo'lsa, menimcha 10 ta yoki 15 ta konteyner yuk kechikkan, lekin ko'p emas, chunki men boshida tanishgan mijozimdan hozirgi mijozimgacha hammasi men bilan ishlaydi, hammasi men bilan do'stona aloqada, hammasi mendan rozi va o'ylaymanki, meni logist sifatida qo'ygan missiyamda ham odamlarga yengillik berish, odamlarga o'zim xohlagan uslublarni yaratish bo'lgan va o'sha narsani o'zim xohlagan servisni berib, ularning roziligini olib, ham o'zim ham ularga ham, ya'ni boyga aytganimdek win-winda chiqolmiz degan taassurotim, maqsadimga erisholman deb o'ylayman. Chunki hamma mijozlarim biz bilan birga, bizdan rozi, bizdan xursand va xolis bizdan ko'rib turgan odamlar ham bemalol nima deydi, qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman. Menimcha vaqtimiz ham ancha o'zini yakuniga kelib qoldi и bizga xulosalar kerak. Eng shirin joyi deydi-yu, sizlarning eng shirin joyi aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, yetkazmoqchi bo'lgan qolib ketgan fikrlaringiz. Menda qolib ketgan savollar bo'lishi mumkin, aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shani aytishsiz. Albatta, xulosamiz juda ko'p, gapirsa ertalabgacha o'tiramiz. Birinchi o'rinda maktabni bitirib, qaysidir sohani tanlayman degan bolalar uchun eng katta maslahatim maqsadni qo'yib, unga erishishga harakat qilish hozirdan boshlash. Ikkinchi maslahatim bu o'z-o'zidan bo'lmaydi, juda ham ko'p qiyin yo'llardan o'tish kerak, irodani sinash kerak va o'sha maqsadi yo'lida hech narsadan sinmaydigan bolalar oxir-oqibat professionalga aylanadi, tadbirkorga aylanadi, logistga aylanadi, tarjimonga aylanadi. Men o'zim opitimda bo'lgan narsani aytaman. Shunaqa odamlarga bemalol aylanish oladi. Faqat o'sha odam o'zini ustida ishlasa, o'sha narsadan maqsadidan qaytmasa, bitta yo'lni tanladimi, oxirgacha borsa, ana o'shandagina bo'ladi. Endi kim logist bo'lamansa, bemalol bizga murojaat qilsa bo'ladi. Kursimizda tayyor. Keyingisi yana necha pul ishlay oladigan savol bo'lishi mumkin odamlarda. Logist bo'lib xohlagancha pul ishlash mumkin. Istalgan odam o'ziga bog'liq, o'zining navikiga bog'liq va qanchalik ko'ra olishiga bog'liq. O'ylaymanki, universitetni bitirib 5 million, 6 million, uzog'iga 10 millionga ishlagandan ko'ra logist bo'lib ham har kuni har xil yangi yuklar, har xil yangi vaziyatlar, har xil qiziq hodisalar bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda odam faqat chiniqadi, maza qiladi. Masalan, men o'zim logist bo'lib ishlasam, har kuni yangi yuk, yangi vaziyat, yangi soha va har doim qiziq vaziyatdamiz. To'g'ri, biz uchun stress ham o'sha qiziq vaziyatga aylanib ketgan. O'shaning uchun o'ylaymanki, logist kasbi bilan o'zini bog'lamoqchi bo'lgan odamlar cho'chishmasin. Xudo xolasa, mana biz turibmiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz, ko'nikmalar beramiz. Oldimga kelgan hech qaysi odamni hech qachon qaytarib o'rmaganman. Menga kim telefon qilib yoki nimadir ma'lumot so'ragan paytda har doim qo'limdan kelgancha ma'lumot berganman. Qo'limdan kelgancha buni hech qachon meni tanigan odamlar ham juda yaxshi bilishadi. O'zim bilgan bilimim yoki qanaqadir ko'nikmam bu Allohga kimnidir sababchi qilib menga jo'natgan bilimlari va buni men har doim ulashib kelganman. Har doim ulashib kelganman. Xudo xolasa bu yog'iga ham ulashib kelaman. Tanishganimdan xursandman. Xudo xolasa hammaga foydali kontentlar yana ko'proq chiqaramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Men o'ylayman, aytganimdek, bu narsalarni biz bekorga qilganimiz yo'q. Hayot yo'llarini ochib berganimiz yo'q. Chunki kasting o'tkazganimizda juda ham ko'p mijozlarimiz rahbariylar kim o'zi, qayerdan chiqib keldi saf degan brend deb so'raganlar uchun mana shu podkastlarni organizatsiya qildik. Biz o'ylaymanki, foydali bo'ldi, motivatsion bo'ldi. Juda ham suhbatimizni harakat qilamiz shunaqa suhbatlar olib borishga. Yana ham to'liqroq kompaniya haqida, bu safar faqat aroq haqida oldik. Kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, to'ldirish kerak bo'lgan joylari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, obязательно biz to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, vaqtingizga rozi bo'linglar.